Yo'q, o'zbeklar oyda yo'q dediki, chunki oyda foyda yo'q. Akalar qaranglar, biz chegarada turibmiz, Avstriyada. Mana shu mashinada ham o'zbek ekan. Bu mashinada ham o'zbek, Samarqandda ekan. Endi bizda ham 2 kishimiz o'zbek. Ha, Renault bor, ya'ni. Unda ham o'zbek ekanda. 4 ta 5 kishi bo'lyapmiz. Bizda taxminan 10 ta 12 ta mashina borda. Bu degani pashti teng yarmi o'zbeklarda. Shu ko'payapmiz akalar, yaxshi. Keyin bunaqa joylarda birimizga podeshka qilsak yaxshi. Men Samarqandlik biratanga gap yo'q. Mana shu yerda o'zaro bor ekan. O'zaraga sheriklar ketdi, men bormayman dedim. Aka kelib meni sudrab olib ketdi. Qo'pol bo'lsa ham yuring deb. Shunaqa dam olish zo'r bo'lyapti. Maza qilib dam oldik. Maza. Endi xudo xolasa ertadan yangi ish kuni boshlanadi, haftalik. Shunaqa kuzatishda davom eting, like bosing, podelиться qiling, iloji bo'lsa qo'llab-quvvatlang. Sirdaryo olg'a, charchamanglar.